Salomim, so'lim, ko'ksimdadir o'ng qo'limda. Biz bugungi challenge'imizni boshlab olamiz. Go! Men 5 beginiki boshsiz qolmashlar qilishadi. Nima yana bitta beramiz oyoq? Mana agar azor. Xullas mana biza bardifati. Charchadim. Xullas mana shu qo'limdagi hamma sneklarni bozordan 200 ming so'mga xarid qildim va men buni bugunning o'zida 2 million so'mgacha olib chiqmoqchiman. Sizlarga ham agar shu video qiziq bo'ladigan bo'lsa, hoziroq bizning kanalimizga obuna bo'lib, shu videoga tez like bosib qo'yinglar. Sizlarning har bitta laykinglar biz uchun motivatsiya. Xullas sizlarga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, ketdi, boshladik. Nima deb o'ylaysizlar odamlar, pastmi yoki pastmasmi? Yo, agar sizlar ham misol uchun oldimdan chiqqaningizda olarmi deylar, olmasmi deylar, tan olinglar, faqat rostini aytinglar. Yolg'on gapirganlarni o'lgidek yomon ko'raman. Если что-chi, videoga olayotgan videografer meni o'zimni erim bo'ladi. Ko'rsatdingiz voy, ana bo'lmasam oliftagarchilik. Kimdir sen bo'lasan. Sen ham operatorsan, to'g'rimi? Like bosing va bizga obuna bo'ling. Oldindan aytib qo'yaman, meni motivatsiyamni o'ldirmanglar. Oldinglarga borsam ketib borsanglar, qaranglar, ichimda qarg'a boraman. Shunda o'tiring deb bezovturdim. Qo'yish tushyapti menga. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mayli, tushmas ekan. Biz shunday sizlarni videoga olib tarqatib boramiz. Mendan qochasizlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Siz kechim cho'qdingda. Haqiqat yo'q bu dunyoda. Yo'q, haqiqat yo'q. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Biz hozir yetib kechim cho'qimizda. Maslahatga xohlagan narsalarni qanchaga ola olasizlar? Qanchaga? Aha. Seni ham yaxshi ko'radi desa, unaqa rasmiy uchun sevmaydi. Oh my god! Charchamanglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Ko'rdinglar, biz mana shunaqa istuda sizlarga challenge o'g'imizni. Bizga podpiska bosib, like bosmasanglar bo'lmaydi. Qishingni qara deydilar. Hali hech narsa sotilmadi, faqat tekinga berib yubordik ikkita cho'pa-cho'pimizni. Menga 5 ming berasiz endi. 10 ming sachi. Biz dachi o'zi aytadi-yu, birinchi bo'lib sizga podдержка beradigan inson bu sizning turmush o'rtog'ingiz. Birinchi pochini mana berdilar. Sizga bitta Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana savatdagi xohlagan narsalarni qanchaga sotib ola olasizlar? O'z mana buni 10 mingdan beramiz. Demak, buni 5 mingdan olsanglar bo'ladi. Mana Hangi to'la boring? La ты крыса. va hech kimda 5 ming chiqmaydi nima bitta cho'pa-cho'pga. Yaxshi, siz bertiring bularga, sizga kartangizga tashlab berishadi. Bo'ldi, mana ikkita cho'pa-cho'p ko'rsatinglar. Voy, siz ham oluvdingiz hozir. Yo'q, menga to'ladilar. O'sha 2 mingga sotib oling davaychi. Mana. Yana bitta. Nima yana bitta beramiz? Yaxshi, mana bo'lmasa biznesmenlar. Juda yaxshi ketibdi. Bizda 2 ming so'm bor. Qolgan cho'ntagimga ketdi. U pullarni siz ko'rmadingiz, xo'pmi? What? Mana savatdan nimani sotib ola olasiz? Hop, bemalol, просто hozir qo'yaman. Давайте mana 5 mingga cho'pa-cho'p soling. Sachingiz bormi? Sachimda chiqmaydi. Вот, mana. Хорошо. Bo'ladimi? Bo'ladi. Hello, qo'ring. Hello. Это хорошо. Na. Mana savatdagi narsalarni biz o'zimiz 200 mingga olganmiz. Biz shunaqa qilib Magic City'ga yo'l oldik. Nima ham deymiz, bozorimizni bersin. Biz уже mana Magic City'ga ham yetib keldik. Ana muzikani qo'yib yuboring. Bu meni uyim, hamma joyi teshini. Mana savatdagi nimani sotib ola olasizlar? Chipslardan ayirganman bolalarimni. Bo'lmasa mana bunaqa shirinlik olib bersangiz bo'ladi bolalaringizga. Mana shu chalasini olib bersangiz, shokolatismi? Mana sizga. Charchamanglar, sog' bo'linglar, kuninglar yaxshi o'tsin. Sizlar mana biza bardi sotdik. Endi keyingi sayohatimizni Magic City'da davom ettiramiz. Argı boyida cidani gülün mayda. Mana shu yo'l bo'yicha ketyapmiz. Nima deb o'ylaysizlar? Bu yo'ldan bizni o'zimiz uchun xaridor topa olamizmi yo'qmi? Nima deb o'ylashingiz bizga juda ham qiziq.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mashtan nimani sotib ola olasiz? Aha, 10 ming so'm. Endi zo'r qildilar. Yo'q, rostmi? Hello. Manchi bu yerda odam kamga o'xshayapti. Showxonam ekan, nariga boramiz? Qo'l market xatga boramiz, kimdan so'raymiz? To'ysiz kimga aytamiz? O'zbeklarga qizing kelganmi? Men hammasi hindlar. Yo, mana odam deganda bizga endi kulib turgan odam bo'lsa oladi-ku. Bo'qirab turgan odam olmaydi. Mana mana biz milliy voqea ham yetib oldik. Endi bu yoqda Putin qanaqa bo'lishini ko'ramiz. O'ylashim bo'yicha bu yerda ham yaxshi insonlar ko'p va bizani podдержка qiladi. Xullas kalom, milliy bog'da ham bizni hech kim sotib olmadi. Biz endi mana Alberiniy bobomizni haykallarini oldiga qarab ketyapmiz. Juda ko'zim qorong'ilashyapti. Zamondan qo'yib qotgan ekan. Qotgan ekan. Ana qizlar olardimi deb o'yladim. Juda boydan beri bizga anqashyapti. Nima deb o'ylaysiz? O'zimiz ishimiz topdi yurtib, bizga ko'rib biznes qilishadi. Shuni ish olsam, bormi? Ha. Shuni ishlar uchun meni operator qilib majburlashdi. Men o'zi bunaqa odam emasman, bilasiz. Zodagon qatlamdanman, oqsuyakman, rangim qora lekin. Mana shu kukuruzni men yoshligimda mana shular ketganlarini yig'ardim. Ketga emas, gup. Orada ozgina dam olib Toshkent City'ga borishga qaror qildik. Yo'l-yo'lakay odamlarga narsalar sotib ketuvdik. Mana shu savatdagi nimamizni sotib ola olasizlar. 15 ming so'm. Mashina olasizmi? Qo'yamsan. Qizingizga to'g'rimi? Xullas, biz bitta kukuruzni sotdik. Endi City'ga qarab davom etamiz. Mana shu yo'l choti bizga omadli kelyapti. Shu bilan rosa ham charchab Toshkent City'ga amallab kelib oldik. Charchadim. O'ynamayman bunaqa o'yin. Bu pulga olmayapmiz. Bu suvi. Sponsorim bu yerda. Если что, Luk bizga reklamaga tez pul to'lasin. Uxlayim oldi. Mana shu nima sotib ola olasiz? Shasiyangiz kelyapti. Aha, bo'ldi, ha, charchamang. Assalomu alaykum. Mana shu bizga challenge qildik. Mana shu nima sotib ola olasizlar? Shunaqa qilib Toshkent City'da odamlar sotib olishmadi deb siqilib ketayotgandik, lekin bir inson olmoqchi bo'ldilar, lekin Mana shu nimani sotib ola olasizlar? Kartada pulimiz. Mayli. afsuski bular ham olishmadi. O'rtoqlar, o'sha savatda hech narsa qolmadi. Ko'rsanglar bo'ladi. Qay darajada men shu darajada sotuvchiligim va mana mashtan ko'rsanglar bo'ladi. Qarang shunaqa gaplar. Mashtan nimani sotib ola olasiz? O'sha oxiri qoldi. Olib qo'ying. 20 mingga oling. Davайте hammasini 50 mingga oling. Ben boş. Yok, bitti de olmakçıyım zaten. Olaylar. Yo'q, tug'ilgan kuningizmi? Podarka. Tug'ilgan kuningizga. Rahmat. Aha, xo'p, charchamang. Xo'p, mana shunaqa tug'ilgan kunlar bilan tabriklab ketaveramiz. Ketsa boydan ketsin deb. Bitta shovqin o'ziga bo'lyapti. Bitta oyna borda, har doim mana shunga qarardim, ichim uni zavo ekan. Lekin men mana shunga qarab keyin to'g'rilardim. Qizlar, siz ham shunaqa qilganmisizlar? Osetiga kirayotganimizda videoni o'chirtirishdi. Qancha baland gapirsam, shuncha baland bo'lyapti muzika. Qarang, ko'klarni prям 90% rus. Assalomu alaykum. Biz challenge chortida mashina nima sotib ola olasiz? Ko'rdingizmi, shey? Rost odamlarning yurishidan ko'ryapman-da, yo'qmasligini. Menga qaranglar, qolmaymizlar, ko'rib o'tirmanglar-da, давайте reklamani beringlar. Bo'samiz biz ham. Reklamanglar, просто так dunyo rekordlarini egallaydigan darajagacha olib chiqa olamiz-da. Biz sizlar bizga daveriya berishinglar kerak bo'ladi. Xullas, kecha soat 10 bo'lib ketganini ham bilmay qoldik. Ham odamlar ham kamayishni boshladi, ham bizning telefonimizni quvvati ham tugadi. Bugungi challengeimizda nech pul ishlaganimizni kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi challengelarda ko'rishguncha. Xayr!